Dodajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tgan hayit bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Mana ro'zalardan chiqdik, yangilanish. Bahorda siz bilan ko'rishib turibmiz. Mana 4-5 yildan beri biz birgamiz. Butun mana shu sizni boshingizdan o'tgan hamma narsaga o'zim guvohman. Dodajon, endi shu o'zingiz telefon qilib chaqirganligingiz uchun mana uyingizga kelib siz bilan suhbatlashib o'tiribman. Sizni o'sha bir necha marta murojaatingizda mana shu 4 xonalik uy menga og'irlik qilyapti, farzandlarim rozi bo'lsa-da shu 4 xonalik uyni sotib, bir xonalik uy olib, qolgan pulni o'sha qizlarimga, o'g'limga berardim degan fikrlarni bildirdingiz. Dodajon, o'zingiz haqingizda ozgina shu men bu hozir ijtimoiy tarmoqlarda ketadi-da, o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Men asli Tojikiston shahridan kelganman. 25 yoshimda Toshkentga. Keyin ishxonaga kirganman, ishga avtokommunat Ministerstvo торговли 50 yillik avtokommunat bor edi, 3 avtokommunat. Shu ishxonaga kirib 45 yil ishladim. Ishlab keyin bu ishxonadan menga 4 xona uy bergan. Mana shu hozirgi o'tirgan uyimiz, Dodajon? Hozirgi bu o'tirgan uyim men ishxonadan berganman. Keyin ishxonadan 4 xona uyni bergandan keyin men 1965-yil uylanganman. 3 ta qizim, 2 ta o'g'lim bor. Bitta Abbasova Muhayyo, Shodiyeva Zulfiya, Mahmudova Surayyo. 3 ta qizim bor, 2 ta o'g'lim bor. 2 ta o'g'lim bor. Bular hammasini o'zim joylashtirib, uzatib, qotib qilib. Baxtiyor o'g'lingiz kelib xabar olib turadimi? Baxtiyor o'g'lim kelib xabar olib turadi. Lekin qolgan qizlar kelib xabar olmayapti. Necha yildan beri kelmaydi, mendan xabar olmaydi. Men sharoitim hozir og'ir. Shuning uchun men andaqa bolalar meni tashlab ketgan. Bolalarni nimalarni, ukalari, qizlarini, nevaralari, opalari, ukalarini men o'zim katta qilganman. Va ayolimning opasi, bolalari hammasi meni uyimda katta bo'lgan. Hammasini o'zim boqqanman bularni. Voyga qizman. Endi bular meni tashlab ketib, hozir menga qaramayapti. 4 xona ishxonadan berganman, men aytdim. Kelinglar qizlar, shu 4 xona uyni sotaylik. Menga bir xona davo beringlar. Men chiqib ketaman, 4 xona uy menga og'irlik qilyapti. To'lov bor. Men qiynalaman. Siz endi Dodajon, hozir 86 yoshdasiz, ha? Voy, yoshim 86 daman. 86 yoshim. Men qiynalaman 4 xonani oldida. Kommunal to'lovlar Toshkent shahrida hamon qadar oshib ketdi. Kommunal to'lovlar hozir juda Toshkent shahrida qimmat bo'lib ketgan. Shuning uchun menga og'irlik qilyapti, farzandlar yordam bermayapti. Lekin bular hammasi merosxo'r. Men dedim, uyni sotaylik desam, sotmaysiz, bu uy meniki, siz o'lgandan keyin men o'sha uyga borib yashayman deb, qizlarim menga to'pisi qilyapti. Men dedim, qanaqa sening uying bo'ladi? Men sizlarni uzatganman, turmushing boshqa, uying boshqa desam, quloq solmayapti, meni qiynayapti. Shuning uchun iltimos qilardim, men bu qo'ya qiynab qolgan paytim hozircha qiynaganman. Dodajon, mana shu siz 2 yil oldin yor ko'rsatuvida Muhabbat Hamroyevani o'sha boshlovchilik ko'rsatuvida anaqa ishtirok etdingiz va o'sha joyda o'zingizga yaxshi bir ayolni topib, mana yashab kelyapsiz. 2 yilga yaqin bo'lyapti. Opadan rozimisiz? 2 yil oldin men majbur bo'lib, endi qiynab ketganim uchun yo'yorga borib, keyin Muhabbat Hamroyev degan jurnalistdan andaqa chiqib o'sha yerda u ayol menga baraka topsinlar, bitta yaxshi ayol topib berganlar. Shu ayol hozir 2 yildan beri menga qarab, hol ahvoldan so'rab, menga qarab turibdilar. Lekin qizlar bu ayolga qarshilik qilyapti. Adamga qaramang deb. Bular bolalar faqat meni o'lishimni poylayotdi. Bu ayolga qaramay chiqib keting deb anaqa xursand bo'layotgan yo'q bolalar. Bular faqat meni o'lishni poylayapti. Shu 4 xona uyni olmoqchi bular. Meni bir xona dom olib beringlar, mayli olinglar. Men xursandman. Uyni sotsam hammaga bo'lib beraman pulni. Rozi qilaman sizlarni ham desam, yo'q, men notariusga bormayman, qo'l qo'ymayman deb, men shunday qilib meni qiynab kelyapti. 29-oktyabr 2018-yil ayolim vafot etgandan keyin bolalar o'sha yildan beri meni tashlab ketgan. Hali bironta qizlar, birontasi hali uyga kelmaydi ham,
Zivat ham qilmaydi, Katta xabar qizingiz olgan yo'q. Dodajon, katta qizingiz Zulfiya bo'ladilarmi? Katta qizim Zulfiya. Zulfiya kelmadilarmi hali? Yo'q, kelgan yo'q. Muhayyam hali voобще kelgan yo'q. Voобще qizlari hali kelmaydi. Kuyovlarchi, kuyovlar, nevaralar. 7 kuyovim bor. 7 kuyovim hali biror marta yo'qlamagan, zivat ham qilmaydi. Kuyovim mana o'g'lim-ku, qizi turmushga chiqqandan keyin ham o'g'il bo'ladi. Kuyovlarim menga hali hech qaysi biri holan so'ramaydi. Biror marta xabar olmagan. Kelinchi, kelinlar keladimi? Kelinlar ham kelmaydi. Kelin ham kelmaydi. Hech kim kelayotgani yo'q. Baraka topsin, mana shu o'zini mana shu muhabbat hamrohiga topib bergan ayol menga yaxshi qarayapti. Baraka topsin. Muhabbat hamrohiga men xursandchilik qil, rahmat o'sha ayolga. Demak, muhabbat hamrohivadan rozisiz siz. Muhabbat hamrohivadan men chindan roziman. Katta roziman.